Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugundan boshlab Xudo xolisa marketing va shaxsiy brend bo'yicha bilimlarimni YouTube sahifamizda ulashib boraman. Sahifamizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishlaringizni tavsiya etamiz va doimiy ravishda kontentlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Do'stlar, Xudo xolisa content marketing va shaxsiy brendni qanday qilib oson yo'l bilan o'z qo'lingiz bilan qurishingiz mumkin ekanligi haqida bilimlarni doimiy ravishda ulashib boramiz va Instagram sahifamizda 30 kun ichida qanday qilib 10 mingta obunachi yig'ayotganligimizni ham doimiy ravishda qo'yib boramiz. Instagram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'ying, sababi albatta sizga bepul va foydali ma'lumotlarni ulashib boramiz. Undan tashqari bu videoda har bitta o'zingizni sohangizni savollaringiz bo'lsa yozib qoldirsangiz, keyingi videoda Xudo xolasa videoning oxirida alohida savol-javob qism qilamiz va shunda sizlarga kommentariyalardan kelgan savollarga javob berib o'tamiz. Xudo xolasa bu bizning birinchi videomiz, tanishtiruv. Men ismim Shahzodxo'ja, 5 yildan buyon media marketing sohasida faoliyat olib boraman va bugungi kungacha bir nechta keyslar bilan ishlaganmiz va loyihamiz davomida keyslarimizni qanaqa qilib natijaga olib chiqqanmiz barchasini ko'rsatib o'tamiz. Bugungi kunda eng dolzarb masala bo'lgan shaxsiy brend qurish masalasini ham doimiy ravishda keyslarni ochib boramiz va qanday qilib oson yo'l bilan shaxsiy brend qurish mumkin ekanligini va oz budjet bilan qanday qilib ko'proq natija qilish mumkin ekanligini ham tushuntirib boramiz. Sahifamizga obuna bo'lgan bo'lsangiz juda ham xursandman. Keyingi videoda content marketingda qanday qilib strategiya tuzish to'g'risida videomiz bo'ladi. Xudo xolasa kuzatishda davom eting. Tez orada qaytamiz.